hozir ko'ylagimni yechdim. Nima deydi, nabережная uchasiga chorvoqdiman. Odamlar yuribdi, katatsiya qilyapti. Judayam hayotimda ko'p narsa ko'rganman deb o'ylagan ekanman-da. Lekin hozir mana bu odamlarni ko'rib mana shu dengizda oldida hech kim emas ekan. Shunday yutib ketadi ekan. Shunchalik kuchlimiz deb o'ylaymiz. Shunaqa to'lqin kelyapti. Shuni olib ketib qoladi ekan. Просто shokdaman. Uzr, ko'ylagimni yechdim, lekin shuni gapirishga qaror qildim. Dahshat. Odam zot ishlasamas ekan prirodani oldida. Hammaga rahmat.